O'zbekistonliklarning Italiyaga agrar sohada ishga jalb etish bo'yicha muhim kelishuvlarga erishildi. Bu haqida Markaziy migratsiya agentligi matbuot xizmati xabar beryapti. Agrar soha ko'pchilik biladigan o'sha qishloq xo'jalik sohasi, mevalar, sabzavotlar, ekin-tekin, xullas yerdan o'sib chiqadigan mahsulotlarni, daraxt kabi bog'dorchilik shular jumlasidan shu sohalarda O'zbekiston fuqarolarini Yevropaga ishga jo'natish bo'yicha jadal ishlar olib borilyapti. Bu o'zlaringiz bilasizlar, hozirda juda ham ko'plab Yevropa davlatlarida migratsiya tomonidan hal qilinayotgan ijobiy ishlar va harakatlar natijasi o'laroq O'zbekiston fuqarolarini boshlanishida hech bo'lmasa pilot loyihasida bo'lsa ham ishga jo'natish, Yevropada yaxshi maosh olish, haq to'lashlarni kafolatlash kabi shartnomalarni imzolab kelishuvlar amalga oshirilyapti. Ma'lum qilinishicha, agentlik rahbari Behzod Musayev qishloq xo'jaligidagi vaziri O'zbekistonni o'sha Ibrohim Abdurahmonov Italiya qishloq xo'jaligi vaziri bilan hamda tashkilotlari vitse-prezidenti meva sabzavotlarni bo'yicha, oziq-ovqat bo'yicha ishtirokida uchrashuvlar bo'lib o'tgan. Unda migratsiya agentligi va Italiyaning o'sha Associazione Imprese Ortofrutta meva sabzavot korxonalari assotsiatsiyasi tashkiloti o'rtasida hamkorlik bitimlari imzolangan. Bu imzolangan hamkorlik bitimlariga ko'ra, kelishuvda o'zbekistonliklar Italiyaga 3 oydan 9 oygacha mavsumiy ishlarga jalb qilinadi. O'sha 3 oy menimcha bu qulupnay ishi, 9 oy esa o'sha bahordan to kuzgacha bo'lgan ishlar bo'ladi. Assotsiatsiya prezidenti Marco Salvi 2026-yilning o'zidayoq pilot loyihasi doirasida 100 nafar o'zbekistonliklarning ishga qabul qilinishini ta'minlashi mumkinligini aytdi. Bundan tashqari, sabzavot sohasida 35 dan ortiq yirik kompaniyalarni birlashtirgan assotsiatsiya ham fermerliklardan tortib qayta ishlash, logistika va eksportgacha bo'lgan to'liq agrosan'at zanjirini qamrab oladigan assotsiatsiya. Asosiy mahsulotlari ularning olma, kivi, anor hisoblanadi. Xullas, yaxshi yangiliklar, ijobiy yangiliklar davom etishini tarafdori biza. Agar o'sha O'zbekiston fuqarosi tomonidan, migratsiya agentligi tomonidan O'zbekiston fuqarolarini chet elga jo'natish davom eta boraversa, Xudo xolasa, bu haqida ham kanalda ma'lumotlarni yetkazib boramiz. Kimdir qiziqsa, o'sha migratsiya o'zini yashab turgan hududining migratsiya agentligiga murojaat qilib, qanday ketish mumkin, qanday hujjatlar talab qilinadi, shular haqida ma'lumotlarni yetkazib boramiz. Muhimi, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va like tugmachasini bosib qo'ying. Yevropada va Rossiyada bo'ladimi, dunyoning qaysi mamlakatlarida bo'lishidan qat'iy nazar, ish o'rinlari va yangi ishlar haqida ma'lumotlarni kanalda yetkazib boramiz, do'stlar. O'zbekiston fuqarolari yaxshi maosh olishlari uchun, yaxshi haq to'lashliklari uchun mehnat shartnomalarini tuzib, kafolatlangan ish haqqilari va mehnat qoidalariga amal qilib ishlashlari uchun ana shunday harakatlar amalga oshirib borilyapti, do'stlar. Obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Yaxshi yangiliklarni, yaxshi gaplarni kommentariyada kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.